Ishxonaga kelganda ustalarimiz qator ishlab turishdi, odam ko'z quvonadi. Qaranglar, yangi darvoza mana qaynoqqina bitib chiqqan. Buni ham ortamiz. Buxoroga adashmasam Kogonga ketadi bu darvoza. Kichkina eshigi alohida. Bu yerda yana bitayotgan darvozamiz orqa qismi sepiladi. Jizzax ketadigan Samarqand Fason darvozamiz atrofida analichkalari tayyor. Bu yerda Toshkentga ketadigan o'zimiz o'sha mashhur trenddagi darvozamizdan. Bolalardan Alloh rozi bo'lsin, kuch-quvvat bersin. Xudo xolasa ishlarni o'z vaqtida chiroyli aytilgan materialdan va'da qilingan holatda topshiramiz. Hamma ishlarimiz egalarni rozi qilib keyin pul olinadi. Mana bu darvoza ham ramkasi tayyor. Buni qanot qismi narigi ishxonamizda. Xudo xolasa buni ham bugun ortib Namangan Qo'g'ay degan joydagi Uchqo'rg'onga o'rnatiladi. Bolalardan Alloh rozi bo'lsin. Xalq xizmatida halol mehnat qilyapti. Bu yerda zapas materiallarimiz, listlarimiz, zagotovkalarimiz tayyor. 1.8, 2 lista, 1.7 lista hammasi zapas bilan zagotovka